RDR haqida 25 ta fakt. Salom do'stlar, X-Fact kanaliga xush kelibsiz. Red Dead Redemption 2 bu Rockstar Games tomonidan yaratilgan ulkan va detali ochiq dunyo o'yini. Lekin bu o'yinda shunday sirlar va qiziqarli faktlar borki, ko'pchilik ularni bilmaydi. Bugun sizga RDR 2 haqida 25 ta qiziqarli fakt haqida gapirib beramiz. Tayyor bo'ling kovboylar. Do'stlar, faktlarni boshlashdan oldin like va obuna bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Demak, boshladik. Bu o'yin 8 yil davomida ishlab chiqilgan. Rockstar 2010-yilda RDR 2 ustida ish boshlagan va 2018-yilda chiqarilgan. Eng qimmat o'yinlardan biri. Uning ishlab chiqish va marketing xarajatlari $500 million ga yaqin bo'lgan. Dunyodagi rekordlardan biri. O'yin chiqishi bilan 3 kun ichida $725 million daromad qilgan. Haqiqiy tabiatdan ilhomlangan, o'yindagi har bir o'simlik va hayvon real hayotdagiga mos keladi. RDR va GTA dunyosi bog'liq. O'yinda GTA seriyasiga kichik ishoralar mavjud. Masalan, GTA 5dagi Gavin haqida so'rov beriladigan NPS. Agar Artur uzoq vaqt yuvinmasa, odamlar uni masxara qiladi va undan uzoqlashadi. Soqol o'z-o'zidan o'sadi, lekin agar soqolni o'stirmoqchi bo'lsangiz, maxsus balzam ishlatishingiz kerak. Otlar haqiqiy reaksiya bildiradi. Agar ularni qo'rqitsangiz, ular qochadi yoki xafa bo'ladi. Har bir NPS o'z hayotida yashaydi. Ular ishlaydi, ovqatlanadi va turli ishlar bilan band bo'ladi. Sheriklaringiz bilan muloqot qila olasiz. Lagerda har bir sherik bilan alohida suhbatlashish va ularga yordam berish mumkin. Tabiat haqiqiydek. Qor asta-sekin eriydi, loy hosil bo'ladi, yomg'ir suvlari oqib ketadi. Otlaringizga e'tibor bering. Agar ularni boqmasangiz yoki parvarish qilmasangiz, sizga kamroq bo'ysunadi. Ov qilgan hayvon go'shti buziladi. Agar uni vaqtida sotmasangiz yoki iste'mol qilmasangiz, chirib ketadi. To'liq interaktiv olam. Deyarli har bir binoga kirishingiz va u yerda biror narsa qilishingiz mumkin. O'yin ssenariysi juda uzun. Asosiy hikoyani tugatish uchun o'rtacha 50-60 soat vaqt kerak. Ikki xil yakun. Sizning qilgan tanlovlaringiz hikoyaning qanday tugashiga bevosita ta'sir qiladi. Artur Morgan mukammal yozilgan obraz. Uning ovozi aktyor Roger Clark tomonidan ijro etilgan. O'yin ichida gazeta bor. Siz qilgan harakatlaringiz mahalliy gazetada yoritiladi. Dutch One Der Linde guruhining oldingi tarixi ochilib beriladi. Bu voqealar RDR 1 dan avval sodir bo'lgan. O'yin ichida ruhlarni uchratish mumkin. Ayrim joylarda g'ayritabiiy hodisalar bor. Begona sayyoraliklar bor. Maxsus joylarga borib, UFO kemasini ko'rishingiz mumkin. RDR 2 da vampir yashaydi. Uni topish uchun San-Denis shahridagi belgilarni o'rganing. Tarixiy ishoralar, Nikola Tesla, Bigfoot va boshqa tarixiy shaxslar bilan bog'liq sirli joylar mavjud. GTAga bog'liq sirlar bor. O'yinda GTA San Andreas'dagi The Strange Man xarakterining suratini topish mumkin. RDR 2 bu oddiy o'yin emas, balki sanoatdagi eng mukammal asarlardan biri. Bu o'yinni har safar qayta o'ynaganda yangi narsalar kashf qilasiz. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishamiz kovboylar. Xayr, salomat bo'ling.